Bizning mashinamizni pepeslar rasmga olyapti. Nima deyishar ekan? Lekin qoidabuzarlik yo'q. Voy aka. Assalomu alaykum. Qani ostanovka? Mana ostanovka shu. Nima bo'libdi? Qani ostanovkalik? Ostanovka? Ha, uni so'rashaylik. Ha, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bular qani bizdan bilmayman. Syomka qilib tursam maylimi? Ha. Ostanovkaligini nima bilasiz, belgilayapsiz? Mana ostanovka ko'rdingiz. Nima bu prosta avtobus to'xtashi mumkin, lekin ostanovka degan belgi qani bu yerda? Ostanovka degan belgi? Qanaqa ostanovka degan belgi? 5 va 12 yo'l belgisi qani axborot beradimi? Ostanovka-ku bu. Ostanovkaligini nima bilan siz ko'rsatasiz? Avtobus to'xtaydigan joy. Hop, ostanovkaligini nima bilan siz belgilaysiz? Avtobus kelib to'xtaydi. Yo'q, qarang-da, biz siz bilan samimiy suhbat qilamiz. Siz ostanovkaligini nima bilan siz belgilaysiz? Ostanovkaligini? Ha. Mana shu ostanovkani. Yo'q, bunaqa zdaniya tursa bu ostanovka deyilaveradimi sizlar? Ostanovka mana odamlar turibdi. Ostanovka degani 5 va 12 yo'l belgisi bilan ta'minlangan bo'lsa, o'sha ostanovka bo'ladi. Yo'nalishli transport vositalarining bekati bo'ladi o'sha. Ha, bu yerda qani unaqa belgi? Transport bekati-ku. Yo'q, qani belgi? Qani? Qayerda turibdi unaqa belgi? G'ay chaqiring iltimos. Ha. Ay, siz tushunmayapsiz, huquqiy tushunchasi yaxshi odam chaqiring menga. Ostanovkaligini menga dokazat qilib bersin.